yana sasib ketdi hamma joy. Qachon qarasa doim shu ahvol. Yerto'lani suv bosgan, hidi bosgan. Qachon bu bizni ham yerto'lamiz qup-quruq bo'lib mazza qilib yashar ekanmiz, ha? Toshkent shahri Chilonzor tumani Bo'rijar mahallasi hududidagi ko'p qavatli uylarda xuddi mana shunga o'xshash holatlar aniqlandi. Toshkent shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan poytaxt hududi bo'ylab ko'p qavatli uylarning kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik holatini o'rganish davomida Chilonzor tumani Bo'rijar mahallasi hududidagi bir nechta ko'p qavatli uylar ko'zdan kechirilganda ushbu ko'p qavatli xonadonlarga xizmat ko'rsatuvchi boshqaruv servis kompaniyasiga tegishli uylarning yerto'la qismida oqova suv tarmoqlari yorilib, yerto'laga suv toshgani hamda noma'lum muddatdan beri e'tiborsiz qoldirilganligi hamda ushbu uylarga tutash hududda chiqindilar to'lgani kabi holatlar aniqlandi. Xizmat ko'rsatgan. Mana bu 1-sonli ko'p kvartirali uy, 3-sonli ko'p kvartirali uy hamda 8-sonli ko'p kvartirali uy. Hammasi 9 qavatdan iborat. Mana bugungi monitoring natijasida hammasida shunaqa yerto'lada kanalizatsiya bilan bog'liq muammolar aniqlandi. Yerto'lada suv bor hammasida. Inson e'tiborsizlik bu. Nasib tozalab, bundan bir 15 kunlar oldin to'g'risiga bundan battar bo'lgan edi. Tan olish kerak. Bundan battar suv chiqqan edi. Tozalab buni dorilar sepib, mana shu yosh bola o'ynaydigan holatga chiqib qo'ygan edim men o'zim. Ertagacha podval quruq bo'ladi, nam bo'lib turishi mumkin. Ushbu holatga kompaniya tomonidan e'tiborsizlik bilan qaralmoqda. Mana bugungi kunda ko'p kvartirali uyning yerto'lasi qariyb 70 sm suv bilan to'lgan. Hozirgi kunda suv tortib olingan bo'lishiga qaramasdan, haligacha bartaraf etilmagan holatlar. Ushbu holatlarda bartaraf etish yuzasidan boshqaruv servis kompaniyasiga tegishli ko'rsatmalar berilmoqda. Ko'rsatma talablari bajarilmagan taqdirda Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga asosan jarima jazosi qo'llaniladi. Eslatib o'tamiz, poytaxt hududi bo'ylab Toshkent shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan shu kabi nazorat tadbirlari davom ettirilmoqda.